Nega hammangiz menga qarab qoldingiz? Bugunning yana bir yangiligi. Ertaga suratkash keladi. Agar savollaringiz bo'lsa, biri to'la. Ha, shoshma, to'xta. Surat mavzusiga qayt. Batafsil tushuntirchi. Har yili suratkash bizni. Uning ismi Jen. U juda ham yoqimtoy. Yovvoyi hayotni juda sevadi. Ha, shunday. Ha? Barchamizdan birini hayvonot bog'i broshurasi uchun tanlab oldi. Demakki, bu men bo'laman. Bunga sabab shunda ham hayvonot bog'ining qiroliman. Ha, hamma rozimi? Ha, Julian qirol. Bir daqiqaga jim bo'l. Balki suratkash bu yili muqovada xonim bo'lishini istar. Ha, bo'pti, bo'lishi mumkin. Ammo bunaqasi qachon bo'ladi? Noaniq, Marlin. Nahotki? Ikkalangiz ham jim bo'ling. Baribir kimligi aniq. Negaki sirli qurolimiz bor. Yoqimtoylik. Sirli qurol? Bo'lmasamchi har birimizda bor. Menda tengsiz zehn, Kavalskida o'tkir bilim, Rikoda shijoatli kuch, zobitda esa haddan ziyod yoqimtoylik bor. Shkeper, menimcha hamma jurnal muqovasida bo'lishi mumkin. Yagona kerakli bo'lgan narsa bu o'zingga ishonch. Ko'rdingmi? Sirli qurol dedim-ku. U shu yerda. Men uni ko'ryapman. Hay, hay. Men bu yerdaman. Men eng chiroylisiman. Qani mening mittivoyim? Shunchaki o'zingni qo'lga ol, zobit. Yoqimtoy, har doimgidek quvnoq. Sifatlaringni saqlab qolibsan. Uning tug'ma qobiliyatini tan olmay iloji yo'q. Yoqimtoylik qudratli kuch ekanligini zobit isbotladi. Hoy, suratchi, meni asalligimga bir qarang. Boris, meni ko'ra olmasligi negadir tinchlik bermayapti. Borib, biror nima qil. Voy, bu nima edi? Kameramni kim surib qo'ydi? Voy, salomlar bo'lsin. Barakalla, Boris. Endi meni qirollik gavdamni va tengsiz suratimni olayotganda sen chetroqqa o't. Yo'q, aslida u Mortni suratga olyapti. Kela qol meni dumim. Kel. Men yoqimtoy deganda yoqimtoylarni nazarda tutaman. Mort? Meni dumim juda ham baxtli. Ammo u menga ahamiyat bermadi. U Mortning suratini olish bilan band edi. Qo'ysangchi zobit, o'sha paxmoq ko'kto'kka qaraganda sen yoqimtoyroqsan. Mort o'z dumini quvlash vaqtida qiriqlari biram shirin ediki, ya'ni men bu gapni ataylab aytmadim. Ha, ataylab aytmadim. Bu nohaqlik. Gap yoqimtoylik haqida ketganida, yoqimtoy faqat bitta bo'ladi. Bitta. U ham bo'lsa men. Hoy, bizlar seni muammoingni hal qila olamiz. Muammolarning yechimini topishimizga ishonsang bas. Nahotki Shunchaki biz o'sha paxmoq koptokni kameradan tashqariga chiqarib yuboradi deb tasavvur qil. o'zi ham zo'r ish bo'lardi. To'xtanglar. Yo'q, men bunga hech qachon rozi bo'lmayman. Bu ishni sen qilganingdan hech kim xabar topmaydi. Mortni kamera tashqarisiga uloqtirishni bizga aytsang bas. Bu shunchaki o'zing uchun foyda bo'ladi. Yo'q, bu umuman foydasiz. Demak, sen rozisan. Yo'q, nima deyotganingizni umuman tushunmayapman. Eshitdingmi? Qay bir qismini tushunmabdi. Yaxshi, demak, u tushundi degani. Bo'lmasa ishga kirishamiz. Ketdik. Voy, buncha ham shirin. Hoy, bu yoqqa qara. Meni suratga ol. Biram kulgulimanki. Hoy, bu yoqqa qara. Men bu yerdaman. Xudoyim, shunga aniq. Boyagi mittili murqa yerga yo'qoldi. Boris, muammo nimada? Meni tanam, meni ishonchimni oqlamayapti-ku. Kamina tik tursa, hamma erib ketadi-ku. Ma'noli qarasam ham bas. Bu hayot. Seni yoki meni hurpaygan dumim juda ham mayin. Balki rasmiy olmayotgani sababi Mortni bu yerda yo'qligidir. Ha, mayli. Haligi pingvinni olib qolaman. Boris, Mortni top. Menga uning ko'rinishi kerak. Bo'l. Mort, qayerdasan? Mana bu. Mana shuni ko'rmoqchi bo'lgandim. Hoy, zobit, shkiper shu atrofdami? Shu yerdami?
Tezroq gapir, Boris. Men bandman. Rahmat. Shiper, menga yordaming kerak. Mortni yo'qotib qo'ydik. Qara-ya, u muzqaymoq yalab o'tiribdi. Xo'sh, Yana bir bor qaytaraman. U muzqaymoq yotganda yo'qoldi. nima deyapsan o'zi? Mortni o'g'irlanishi mumkin emas. O'g'irlanishi? Koptok kameradan tashqarida xursand bo'laver. Yo'q. Voy, buncha ham xunuk. Ammo boyagi suratlarni saqlab qo'ysa bo'ladi. Bunday qilmanglar deb aytgandim-ku. Bu dahshatning o'zginasi. Menga qara, men uchyapman. Mort, senga nima bo'ldi? Men endi arvoqman. Zobit, tezda tush. Kameradan ham uyaladimi? Bunaqasi menga kerak emas. Xulosa olinglar. Kimdir mayus ko'zlarni o'g'irlabdi. Yo'q, men shu yerdaman. Uni ustiga kimligini hech kim ko'rmagan. Hech kim. Ammo u negadir ko'rib turibdi. To'g'rimi, pingvin? Jim, Tushunmadim, Zobit. Jim, balki lemurlar qafasini tekshirib ko'rarmiz. Bilasiz-ku, dalil topish kerak. To'g'ri, qani olg'a. Buni kim uyushtirgan bo'lsa, ko'radiganni ko'radi mendan. Mort suratkashning yangi ilhom parisi edi. Men hozir nariga yotaman. Jim bo'l. Nimadir dedingmi, Zobit? Unaqa emas. Men shu yerdaman. Menimcha buning tepasida unga qarshi biron bir Marlin, Hoy yigitlar, menga yordamingiz kerak. Qaysi biri menga ko'proq yarashadi? Pushtisimi yoki qizilimi? Marlin, Mort yo'qolganini bilasanmi o'zi? Ey xudoyim, bu dahshatli o'zginasi. Xullas, pushtisimi? Menimcha ham pushtisi. O'zim ham shunday deb o'ylagandim. Pushtisi. Demak, Kovalskiy, nimadir deyotganmiding? Aybdor. men uni o'g'irlagan kimsalarni Men! Bu meni ishim, meni aybim. Mort kamera oldida meni o'rnimga suratga tushayotgandi. U shunday qilayotgandi. Bu sen emas. Men doimo sen bilan birga edim. Nahotki? Bo'pti, buni ham hisobga olib qo'yamiz. Endi men sharpaman va xohlagancha oyoqlarga yopishaman. Mavzuga qaytamiz, Kovalskiy. Nimadir demoqchi eding? buni uyushtirganlar Zobit, nega ko'rinishing chatoq? Mayus ko'zlar seni ham xavotirga soldimi? Ha, Shkiper, judayam. O'zingni qo'lga ol. O'sha jinoyatchini topmagunimizcha xayolni bir yerga jamlashni iltimos qilgan bo'lardim. Hech qachon. va nihoyat men ham o'z fikrimni aytay, iltimos. Menimcha buning tepasida kimdir turibdi. Lekin biz emasligimiz aniq. Yo xudoyim, meni kechir Mort. Bunday bo'lishini xohlamagandim. Bo'pti. Endi muzqaymoq yelasam bo'ladimi? Yo'q, Mort, sen arvohsan-ku. Qo'yil, qara. Salom do'stim. Bu degani qaytganingda muzqaymoq yemaysan. Hech qachon. Menga muzqaymoq topib ber. Aks holda senga o'rnashib olaman. Yo'q, Mort, iltimos. Men senga joylashib olaman va yana joylashib olaman. Har doimgiday. Yo'q. Zobit, yangi ochilgan ishni tagiga yeta oldingmi? Yo'q, u bu ishni tagiga yetadigan ikkita yo'l topdi. Oyoq izlari. Barakalla, Zobit. Bizni to'g'ri jinoyatchilar qarorgohiga olib borasan. Men muzqaymoq topib oldim. Ha! Meni galimmi? Faqat mendan keyin. Hoy! Ya, nima bo'ldi? Ur, och biqiniga sol. Mort uchun. Ey, Mayus ko'zlar qani yaramas jinoyatchilar. To'xtanglar. Aybsizga qo'l ko'tarmang. Ularning bari meni aybim. Ular Mortni olib ketgani, men uni ko'ra olmaganimda. U meni ko'ra olmadi. Zobit, hali sen bular bilan til biriktirdingmi? Ha, shunaqa. U bizga uni tinchitishni buyurdi. Yo'q, sizlar meni tushunmadingiz. Men uni ko'ra olmaganim rost, ammo Mortga ozor berishni buyurmadim. Ozor berish? Hoy, biz kichiklarni xafa qilmaymiz. U juda ham yoqimtoy-ku. Bu muzqaymoq yerib ketdi. Boshqa olib berasizmi? Bo'lmasa-chi, xohlaganingcha olaver. Shu yerda ham yeb beraman. Sen Zobit,
Men seni tasavvuring mahsuliman. Hoy, biz uni shunchaki xursand qilayotgandik. Zobit uchun kameradan tashqariga chiqarish uchun. Ha, ammo bu boshqa muammo bilan bog'liq, shundaymi? Bu menman. Albatta sensan, Mort. Chin ko'ngildan tabriklayman. Anqayishni bas qilinglar. Mort, borib ishlaring bilan shug'ullan. Mana buni yoqimtoy desa bo'ladi. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.